rahbar sharoit qilib qo'ydi, ish berdi, qiladigan zadachalari borda. Endi u kelib, mana shu berilgan vaqt davomida o'zini naryodagi muammolarini o'ylab yuribdi va shu vaqtda pulini olib ketyapti. Qanchalik adolatli deb o'ylaysiz mana shu narsani? Agar qimmat ishchi bo'lsa adolatsiz, arzon ishchi bo'lsa shunaqa bo'ladi-da. Baribir bitta haq masalasi bor-da, arzonmi, qimmatmi? Ming so'm bo'lsa ham bitta haq ketyapti-da. Mana ko'p psixologlar bilan gaplashganmiz-da. Ani ko'p katta mavzular bor, oxirida yana mag'zini aytaman-da. Odam har doim здесь и сейчас yashash kerak. Mana ko'pincha biz har bir zo'r maqsadlarni, bir gigantskiy proyektlarni o'ylab yuramiz-da. Nimaga desa, odam o'zini muhim his qilgisi keladi. Va oyog'ini tegida turgan narsalarni bajarmaydi shuni hisobiga. Nimaga desa, buni bajarmasa, anuni o'ylab turish unga qulayroq-da odamlarga. Uydami uyda ish, ishdami ishda ish. Bo'lib yig'ishtirishni bilish kerak odam.